Savoqdoshlar, bugun men sizlarga so'zlamoqchi bo'lganim psixologiyadagi qilmishizmchilik nazariyasi, qilmishizmchilik nazariyasi. Qilmishizmchilik nazariyasi nima tushuntiradi degan vaqtda, odamda, ba'zi odamlarda shakllanib qolgan odatlarni, qiliqlarni, harakatlarni, mayli nachar bo'lsin, mayli ijobiy qiliqlarning qanday bo'lib shakllanganligini, bu qiliqlarni qanday qilib kuchaytirib, qanday qilib ojizlashtirganligini tushunib o'tamiz. Ham bu darsda agar to'g'ri tushungan vaqtda bolalarning kichik vaqtdan boshlab ota-ona o'zi xohlagan yoki bo'lmasa to'g'ri bo'lgan ba'zi aktiv ijobiy bo'lgan qiliqlarni shakllantirishga foyda bor. Undan boshqa bolalarda allabirun shakllanib qolgan ba'zi qiliqsizliklarni, nachar odat qiliqlarni yeshish yoki o'zgartirishga nisbatan belgilik darajada ta'sir ko'rsatadi. Hamda odamning qilmish harakatlari 3 xil usulda shakllanadi. Ya'ni birisi odatlanish, ikkinchisi klassik shartlanish, uchinchisi mashg'ulot orqali shartlanish. Unda biz bu 3 xil usulni ayrim-ayrim ko'rib baqalar. Birinchisi odatlanish. Odatlanish degan nima? Odatlanish deganimiz ma'lum bir yot harakatning yoki bo'lmasa yot shayning bizga ko'rinish qatim sonining eshib berishiga ergishib, yoki bo'lmasa bizning uni qilish qatim sonimizning eshib berishiga ergishib, u bizga bir tunish bo'lgan narsaga aylanish. Yoki bo'lmasa aslida bizning tunish bo'lgan muhitimizda yo'q bir narsa tunji qatim kelgan vaqtda bizga g'alati ko'rindi, ammo u takrorlanish jarayonida yana bizning tunish bo'lgan muhitimiz ichiga kirib ketadi. U bizning tunish bo'lgan muhitimiz kirgan vaqt shu degan vaqtda u bizning odatimizga aylanib qolgan bo'ldi. Masalan, hey desam, hammanglar tunji qatim qaraysizlar. Ikkinchi qatim hey desam, bu 2, 3, 4-chi qatim bo'lganda sizlarga nisbatan bu hech qanday bir xil tuyg'u bermaydi. Balkim bema'ni tuyulishi mumkin. Demak, men tunji qatim hey degan vaqtim bilan keyingi 2, 3-chi qatim o'xshamaydi. Tunji qatim biz ma'lum o'zimizga tunish bo'lmagan, mayli ovozga diqqatlash bo'lsin yoki ko'rish sizimiz orqali bo'lsin yoki o'miz qiliq harakatlarimiz bo'lsin, tunji qatim bizga g'alati tuyuladi. Ammo 2, 3, 4-chi qatim takrorlanish jarayoni bo'lsa, bu bizning o'zimizga tunish bo'lgan muhit kirib ketadi-da, biz bunga tizla odatlanib qolamiz. Yoki bo'lmasa bunday faraz qilaylik, dadanglar yoki opanglar yangi televizor sotib oldi. Sizlar maktabdan qaytib, uyga kirsanglar bir televizor tug'dik. Shunlar vah, televizor deb xo'sh bo'ldinglar. Aytishchi, aytsim vah, televizor. Uchinchi kunim vah, televizor. To'rtinchi kunim vah, televizor demaydi. Nima ish qilsa, tunji kuni bu televizor bizga yangi shay, biz hayajonlandik. Ammo 2, 3, 4-chi kun bo'lsa, u bizga takrorlanishi, ko'rish sizimiz orqali takrorlanganda bu bizga odatlanib ketgan hisoblanadi. Biz buni odatlanish deymiz. Chunki televizor bu qatim bizga tunish bo'lgan muhitga kirib ketdi. Harakatlar ham shunday bo'ldi. Ba'zi odamning harakatlar tunji qatim chiqqan vaqtda g'alati tuyuladi, keyin chu deganda u tunish. Masalan, sho'pirlikni o'rgangan vaqtda nurg'a odamlar sho'pirlikni o'rganishdan burun tunji qatim mashina chiqqan vaqtda hayajonlandi masalan, jiddiylashdi, rol tutganda bo'lsin yoki xot sog'an vaqt jiddiylashdi. Ammo bu haydavrish jarayon cho'sa, bu odam u harakatga burun odatlanib bo'ldi. U odatlanib bo'lgandan keyin uni xotni ma'ning salaman deymizmi? Qo'lida tabiiylar xotni yotkash narsalari intayin tabiiy holatga yoki rolni qanday burash bu tabiiy holatga kirib ketgan gap. Yoki bo'lmasa, sizlar tunji qatim uyingizga qaytish yo'lida yoki ma'lum bir yerga tunji qatim borgan vaqtda chuqum shu joyga sizlarni boshlab boradigan vakil xarakterli jismlar qarab olsizlar. Bu yerda eriq var, bu yerda daraxt var, bu yerda yo'l var, oyoq qarilman deb. Ammo 2, 3, 4, 5-chi qatim bo'lgan degan vaqtda sizlar uning atrofidagi muhitga zan sanmay turib o'yga bora olasizlar. Boshqa narsani xiyol qilib turib o'yga bora olasizlar. Nima ish qilsa, bu takrorlanish jarayonida atrofdagi shay sizlarga tunish bo'lgan muhit qaynab ketgan. Undan buni biz turmushimizdan qanday qiyolatimiz deymiz. Biz bolalarni qilaylik, bir ota-ona balasiga bir chayliq o'yinchi qilib, bu bol degan shundoq o'ynaydi. Hech nima bilan kari yo'q, tomoq yemay o'ynaydi. Aytsim o'ynash mumkin, o'g'illikki. Ama 4, 5, 6 kunlarcha bu o'yinchiqni ya tashlatish mumkin yoki o'ynamas mumkin. Nima ish qilsa, bola tunji qatim bu o'yinchiq ko'rgan vaqtda uning tunish bo'lgan muhitida bunday o'yinchiq bo'lmaganlik uchun bola bir xil hayajonlandi. Ammo 2, 3, 4-chi qatim bo'lsa, bu o'yinchiq uning allabirun o'zining muhit ichiga kirib ketganligi uchun buningdan hech qanday hayajonlanmaydi. Shunga bu xil odatlanish qanday narsa bo'lsa, tunji qatim bu yot narsa, ammo takror jarayonida bizga o'xshash muhit kirib ketgan. Unda ayollar o'rtasidagi munosabat qanday bo'ldi?
har qanday ayolning ham to'y qilish jarayonida, u tunji qatim kurashgan vaqtda yoki dastlabki mezgillarda intayin bir xil bir-birisiga nisbatan qizg'in muhabbet yoki hissiyot ichida yashaydi. Nima qilsa? Chunki ayollar bir-birisiga nisbatan tunji qatim o'xshamagan muhitda. Ularga nisbatan shiklisi bir xil g'idiqlig'uchi muhit yoki bo'lmasa bir xil qiziqish tuyg'usini beradigan bir xil yot muhit hisoblandi. Shun bularda bir-birisiga intayin cho'nqur qiziqish shakllandi. Ammo kurishavergandikincha, to'y qilgandikincha, bir uyda turavergandikincha, albatta qarshi taraf yan bir tarafga nisbatan olli burun odatga aylanib qolgan bir muhitga aylanib qoldi. Bunday vaqtlarda bularda hissiyotning tuvallishi bu tabiiy ahvol hisoblanadi. Shunday qilgan ayollar bu nuqtani tushunmaganlik uchun ba'zi ayollar masalan yo'ldashimdan burunqidek muomala qilmaydigan bo'ldi, burunqidek qizg'in muomala qilmaydigan bo'ldi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu psixologiyadagi bu bir yuzlanish, bu bir tabiiy taraqqiyot bo'ladi. Uning burunqiga o'xshab qizg'in bo'lib ketishi mumkin bo'lmaydi. Nima qilsa, tunji qatim vaqtda u ayol yoki yo'ldoshi uning nisbatan bir yot muhitda. Bunda vaqtda xuddi kichik bola o'yinchiq ajoyib qiziqib ketgandek, uning butun diqqat nazarini beradi, yoki butun kuyinishni beradi. Ammo vaqtning suzalgan siri cho'sa, qarshi taraf bir-birisiga nisbatan tunish bo'lgan muhitga kiradigan gap. Bu odatlanishning ayollar o'tirishi. Shu ayollar o'tirisidagi nikohning hissiyotning o'ziga asoslanib bu nikoh turmushini davomlashtirman desa bu mumkin bo'lmaydi. Hissiyot orqali nikoh qurilishi mumkin, ammo mas'uliyat orqali bu nikoh eng oxir davomlashadi. Hargiz hissiyot orqali men davomlashtirman desa, bunday nikohlarning ko'pinchisi cho'qim belgilik darajada qiyinchilikqa yoki tushunmaslik yuz bergan gap. Biz buni odatni deymiz, odatlanish deymiz. Odatlanish. Mesela kichik bola nima deylik? Kichik bola tunji qatim yuzini yuvgan vaqt ajoyib hayajonlanib ketishi mumkin. Ammo 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi qatimcha uning yuzini yuvish allabirun odatga aylanib qoldi. Hayajon degan narsa yo'qaydigan gap. Ham odatlanishdan odam qanday foiz olsa, odatlanish odamni xatardan saqlaydi. Masalan, men sinfda sizga dars davataman, men 5-6 qatim, 7-8 qatim o'tgandan keyin bu yerga bolalar men tunish chiroyga aylandi. Tuyuqsiz, notunish bir skiz shu. Meni diqqatim butun silidan dal shu muhitga notunish bo'lgan shu odamga tushadigan gap. Men bu odamni kuzdiman. Bu odam men xatar yetkazmamdi. Agar u men xatar yetkazsa, men darhol uningda o'zimni aqchiman. Agar xatar yetkazmasa, tunji kuni uningga qiziqman, 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlar cho'sa, u mu sizlarning mush aranglar kirgitida bizning muhitimiz kirib ketgan bo'ldi. Shunga bu xil odatlanish odamni nurg'ulgan xatarlardan saqlaydi. Yoki o'yga ketib borsizlar. Tuyuqsiz uyangning yenda aslida yo'q bo'lgan ma'lum bir narsa tiklanib qoldi masalan yoki tumir shatka yoki bo'lmasa sizlarga notunish bo'lgan bir jism paydo bo'lib qolgan bo'lsa, sizlar tunish muhitdan darhol shu muhit ishidagi sizlarga notunish bo'lgan muhitga sizlar diqqat qilsizlar. Bu vaqtda yuksak darajada diqqat qilsizlar. Uning sizlarga bo'lgan xatini olib chiqsizlar. Agar xatarlik bo'lsa, uningdan o'zinglar qilsa yoki uningga belgilik tadbir qo'llansa, xatarlik bo'lmasa, u mu kulavrish jarayonida sizlar muhitdan aylanib ketdi. Odatlanish. Ikkinchisi klassik shartlanish. Endi klassik shartlanishda biz ekran qarab boqaylik. Ekran diqqat qilsak, oyada bir qo'ng'iroq bor. Oyada bir it bor. Qo'ng'iroq jiringlatgan vaqtda itda hech qanday inkas bo'lmaydi yoki sho'lga yoqmaydi. Inkas bo'lishi mumkin, qarish mumkin, ammo itda sho'lga yiqish yuz bermaydi. Ikkinchi rasm, qo'ng'iroq bor, go'sht bor. So'ngdan go'shtni ko'rgan vaqtda itda sho'lga yiqish boshlaydi. Qo'ng'iroq jiringlatamiz. So'ngdan go'shtni ko'rib, itda sho'lga yiqish yuz berdi. Biroq bu go'sht bilan biz qo'ng'iroqni birlashtirib etdik. 2-chi, 3-chi, 4-chi qatim qildik. Eng oxirgi rasmda cho'lsa, go'shtni olib etiblar, qo'ng'iroq jiringlatdik, itda sho'lga yiqishga boshladi. Biz buni klassik shartlash deymiz. Yana bir qatim deyman, ha? Avval qo'ng'iroq jiringlatgan, itda hech qanday sho'lga yaslanmagan. Ammo 2-chi, 3-chi, 4-chi qatim biz qo'ng'iroqni nim bilan birlashtirdik degan vaqtda go'sht bilan birlashtirdik. Ya'ni go'shtni qo'ydik, sho'lga yoqdik, qo'ng'iroq jiringlatdik, go'shtni qo'ydik, qo'ng'iroq jiringlatdik, go'shtni qo'ydik, qo'ng'iroq jiringlatdik. Eng oxiri cho'sa go'shtni olib etib qo'ng'iroq jiringlatsak, itda sho'lga yiqish boshladi. Unda esa itning sho'lga naqizayotgan narsa qo'ng'iroqmi yoki go'shtmi degan vaqtda amaliyoti go'sht. Go'sht bevosita g'idiqlovchi hisoblandi. Ammo vositali g'idiqlovchi qaysi desa qo'ng'iroq. Eng oxirida go'shtni olib etsakmi, itda sho'lga yiqish boshladi.
Biz buni klassik shartlash deymiz. Buni psixolog Ivan Pavlo tajriba etib bo'lgan. Shunga bu xil tajribani, bu xil shartlanishni biz nimalarga yo'tkab tushundiramiz degan vaqtda odamlarda shakllanib qolgan ma'lum narsalardan qo'rqish. Ma'lum narsalarni yaxshi ko'radigan, ma'lum narsalardan bezor bo'lish odatlarni biz klassik shartlanish orqali tushundiramiz. Unda buni qanday tushundiramiz? Unda esa ishning bu xil tajribasi cho'qim yodingda bo'lsin. Men buni yili boshqa narsalarga yo'tkayman. Unda men bir qatim so'rab o'tay sizdan. Bevosita g'idiqlovchi qo'ng'iroqmi, go'shtmi? Bu yerda bevosita g'idiqlovchi albatta nima? Go'sht, to'g'ri? Vositali g'idiqlovchi bo'lsa qo'ng'iroq. Ammo vaqtning o'tishi bilan nimaga shartlandi desa, qo'ng'iroq shartlanib qoldi. Shunga go'shtni ilib etsakmi, qo'ng'iroq jirinlatsakmi, ishda sho'lga yiqish boshladi. Unda esa biz ikkinchi rasm ko'rib boqaylik, Buni psixolog Torundayk epag'an bir tajriba. Ya'ni kichik robot tajribasi deb qaraymiz. Kichik robot tajribasi qanday qilib berilgan desa, kichik robotga nihoyatda chiroyli toshqandan birini qo'ygan. Tunji qatim robot toshqanni ko'rgan vaqtda toshqonga bir xil amroq bo'lib qolgan. Uni qo'rqash hissiyoti yuz bermagan. Ammo toshqanni ko'rsatgan vaqtda Torundayk qanday qilgan desa, buvoqning oqiga chiqib, bolqi bilan metal urgan. Jang'ida ovoz chiqargan. Chunki insonning tug'ma qo'rqishi birisi ullik ovozdan tug'ma qo'rqaydi, yana birisi qo'ldan siyrilib chiqib ketishdan qo'rqaydi. Bu tug'ma qo'rqash ham deb. Yana birisi jilondan tug'ma qo'rqaydi. Qolgan narsadan qo'rqashdan ham shartlanib qolgan deb qaraymiz. Unda bo'lsa, robot toshqanni ko'rdi, bolqi bilan metal urildi, robot yana toshqanni ko'rdi, metal bilan bolqi urildi, ullik ovoz qo'rqdi. Eng oxirida bolqi bilan metal urmay turibla toshqanni ko'rsatsa, robotda qo'rqash yuz berdi. Bu qatim garchi ovoz bo'lmasimi? Uni bevosita qo'rqash sezimini keltirib chiqarayotgan metal bilan bolqini urgan vaqtiki bu xil bevosita g'idiqlovchi bo'lmasimi? Toshqanni ko'rib qo'rqib ketgan. Unda biz o'ylab boqaylik, robotning qo'rqishini keltirib chiqarayotgan narsa haqiqatanda bolqimi yoki bo'lmasa toshqanmi degan amaliyotda bolqa bevosita keltirib chiqaruvchi. Vosita keltirib chiqaruvchi qaysi esa toshqan. Biroq keyin bundaq narsaning 3-4 qatim takrorlanishi oqisida garchi ovozni anglamasmi, kichik robotda qo'rqash paydo bo'lgan. Tushundingizmi? Yaxshi. Unda men buni mundaq tushuntirib qo'yay. Ba'zi bolalarda lag'man emaslik shakllanib qolgan bo'lishi mumkin. Lag'manni ko'rsalam bearam bo'lgan. Biz buni psixikada mundaq tushuntira olamiz. Masalan, bu bola bir kun lag'man yeyotdi. Yeyotganda otasi qattiq urishib ketdi, yoki bo'lmasa varanchuron qildi, ovoz chiqdi. Chunki ullik ovoz har qanday vaqtda kishilarga bir xil vahima ya qo'rqinchni tug'um paydo qildi. Lag'man yeyotdi, otasi urishib ketdi. Lag'man yeyotdi, otasi urishib ketdi. Keyin otasi bo'lmasimi, urishmasimi, bu balda lag'man yesa bearam bo'lish yoki qo'rqash paydo bo'ldi. Qo'rqash garchi bevos qo'rqib ketmasmi, lag'man deblam. Ammo uningda lag'mandan bezor bo'lish shakllanib qoldi. Yoki bo'lmasa bu bola suiqashyapti. Tuyuqsiz otasi urishdi. Ikkinchi kun suiqashganda otasi urishib qolgan bo'lsa, unda olsa bu balda keyincha nimadan bezor bo'lish kelib chiqish mumkinsa, suiqashdi. Bu kutish qo'yamdi. Yoki bo'lmasa yana biz misol keltiraylik. Nurg'un bolalarning nima ishqa kitob ko'rishni yaxshi ko'rmasligi. Kitobni ko'rsil besh og'riydi, kitobni ko'rsila uningda bearamlik his qiladi. Yoki sinf qibosida bearamlik his qildi. Bu qanday ahvoldan yuz berdi? Biz buni bunday tushuntiramiz. Bir bola kitob ko'ratib, ma'lum narsani tushunmadi. Tushunmagan vaqtda bu bolani o'qituvchisi yoki bo'lmasa ota-onasi tilgan bo'lsa, ayblagan bo'lsa, "Mushuni bilmadingmi?" dedi. Kitob. "Mushuni bilmadingmi?" dedi. Bu bir odamni ayblashning o'zi odam bearamlik tuyg'u paydo qiladi. Bu bola ota-onasining ayblashini kitob bilan bog'lab oldi. Mana shunday aytgan vaqtda, "Ma kitob qo'ng'iroq hisoblandi." Ota-onasining ayblishi bevosita uni bearamlik paydo qilyotdi. Kitob paydo qilmagan dastlabda. Uni bearam paydo bo'ldi. Qo'ng'iroqning o'rnida nima bo'lsa kitob. Kitobni ko'rdi, bearam bo'ldi. Kitobni ko'rdi, tilladi, kitobni ko'rdi, tilladi. Keyin bu bolaning ota-onasi tillamagan taqdirdimi? Kitobni ko'rganda bearamlik kelib chiqdi. Shunga bolalarning o'qish qizg'inligini kim yo'q qilib tursa, mana shunda ayblashlar. Shunga bolalarning asli o'qish qizg'inligini tushuntirish orqali bilganda qizg'idi. Agar u bilmagan vaqtda ayblangan shu kundan tortibla bola qachonda kitobni ko'rsa, xuddiliqi qo'ng'iroq chalsa ishdan sho'lga yoqqandek, bola kitobni ko'rsa bearamlik tuyib paydo bo'ldi. Ya'ni ba'zi ayollarning yoki erlarning uyga kirish xushi yo'q. Uy kirsil bearam bo'ldi. Uy kirsil bearam bo'ldi. Uy kirsila uning bir xil g'alit nima deb qo'ymiz, bezorlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Bu nereden kelib chiqdi? Buning muhit
orqali shartlanish deymiz. Muhit orqali shartlanish degan nima esa, masalan siz bir uyga kirdingiz, bir ayol uyga kirdi, yo'ldoshi uni bilan urushib qoldi, ko'ngli bearam bo'ldi. Biroq bu vaqtda bevas bearamlik keltirayotgan nima bo'lsa, yo'ldoshi. Ammo bu ayol shu uyda muhit qaraydi. Televizor qaraydi, turist qaraydi, qaramayman deb qarama. Chunki u ko'zini jum bilib urushmaydi yo'ldoshi bilan. Urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi, urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi, urushdi, ko'zi muhitni ko'rdi. Keyin yo'ldoshidan urushmisimi, yo'ldosh bo'lmasimi, bu uyga kirsalar beyaramlik paydo bo'ldi. Erladim shu, ayollardim shu. Shunga ba'zida böyle uydan bezor bo'lish mushunda shakllangan bo'ldi. Unda biz qanday qilish kerak? Menimcha uyni qayta bezash kerak. Ya bo'lmasa bu uydan ko'chib ketishmi aqlonlik. Ammo bu iqtisodiy masala hamda uyni bezitish kerak. Hech qanday bir nim paydo bo'lmasimi? Gerçekten urush bo'lmagan taqdirdami, uyni bekki pul chiqarib bezab ketmasimi, 3-4 yilda, 5 yilda degandek bir qatam uy jozilarini o'rnini almashtirib etsin bo'ldi. Agar iqtisodiyot bo'lsa, az pul xarjlab har xil shaklda chiqarib etsin bo'ldi. Chunki bu orqali aql shartlashni yo'q qilib etgan bo'ldi. Yoki bo'lmasa odatnish dedik-ku bayatin, odatnishdiliqqa kuna vagandikin qizg'inlik qammi dedik. Buningmi foydasi bo'ldi. Chunki bu xil odatnishdimi odam bir xil zerkish paydo bo'ldi. Ma'qul klass shartnish tursa bearamlik shakllandi. Bearamlik shakllangan vaqtda men bayatin dedim, bu o'yini ancha-muncha o'zgartirib etsa, balki mashinaga belgilik darajada foydasi bo'lishi mumkin. Klassik shartlash deymiz. Yana biz shu televiziya teatrlarini misol televiziya ilonlarini misol qilsam. Bir intayin güzel bir artist qo'lda ma'lum bir ichimlikni yoki suvni danglab chiqdi. Chiqqandan keyin tomoshabinlar suvni ko'rdi, u chiroyli kelishgan artistni ko'rdi. Go'zal narsaning har qanday odamda dopamin qo'zg'aydi. Ya'ni uning bir xil intilishni paydo qiladi. Tushunalmi? Suvni ko'rsatdi, uningda xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Suvni ko'rsatdi, xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Suvni ko'rsatdi, xushal tuyg'u paydo bo'ldi. Televizorda. Endi bu odam tallavozor kirgan vaqt hargiz u artist uningga suvni ko'rsatib ma'nolang demaydi. Ammo shu suvni ko'rgan vaqtlar, o setvoqchi xaridorda darhol eliqi go'zal tuyg'u paydo bo'ldi. Dopamin qo'zg'aldi. Dopamin o'zi ashna ol deydigan bir narsani itildirib turgan. Suvni ko'rdi, suvni ko'rgan vaqtda xuddiliqi ishning sho'lga yoqqanda kishilarning sho'lga yoqdingan. Amaliyot uning sho'lgini oqizayotgan narsa u ichimlik emas, balki mash artist bo'lishi mumkin. Yakum sva kasal. Demak bu ilonda eng ko'p uchraydigan. Shunga ilonlarning ko'pincha ko'rsak, nayt kelishga odamlarni yoki kelishga manzirlarni chiqarish orqali o mas'uliyatga shu xaridorni bir xil shartlashni olib boradi. Bu ilon san'atda ishlatiladigan usullar. Shuni aytamsizlar, biz bunday ekanmiz klassik shartlash deb ataymiz. Unda esa klassik shartlashning yaxshilag'im shartligil bo'lamdi. Masalan, bir balni tug'malda kitobga yaxshi ko'radigan yoki muzikaga yaxshi ko'radigan yoki bo'lmasa va hokazolar. Bo'ladi. Odamning tug'mi yaxshi ko'rgan narsalari va odamning tug'mi yaxshi ko'rgan narsalardan nima desa, birsi shu tatliq narsani tug'mi yaxshi ko'rdi. Yana birsi odatda yeyishni tug'ma yaxshi ko'rdi. Yeyishni tug'ma huzur berdi odamlarga. Mush orqali shartlashib pasaq bo'ldi. Masalan, bir kichik balani ana masalan kichik balani imitayotgan vaqtda ashnaga kitob o'qib bersa yoki muzika olib bersa yoki ashning ko'zi ko'sib turib shu narsalarni ash bola huzurlangan narsaga narsani ko'sib bersa, har qatim balki ash bola kitobni ko'rgan vaqtda uningda dasbida opsini emgan vaqtdagi ash tuyg'u paydo bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa g'arb ishlatadigan kitob qiliqi asal sutib qo'yish orqali bola asalni yalavurdi, ammo yalash jarayonida kitobni ko'rdi. Asalni yalavurdi, kitobni ko'rdi. Asalni yalavurdi, kitobni ko'rdi. Keyin bola kitobni ko'rgan vaqtda nima shakllansa, asalni yegan vaqtga yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi. Bu orqali bolalardagi klassik shartlash orqali biz ba'zi yaxshi qiliqlarni tug'malda, tug'ma inkas bo'yicha shakllantirsak bo'ldi. Unda olsa men sizlarga so'zlaydigan 3-nuqtam nima degan vaqtda mashg'ulot shartlanish.
Ama bu məşlaşətləş aldınғы işkisi qarğanda texmi mühim. Çünki bu biz məqsədlik halda bəzi qılıqlarını şəkilləndirişdə bu bək mühim nəsə. Əsəl diqqətinizə yığımsanlar, mənasına nisbətən sal qeyb ketiş yüz beriş mümkün. Onda sən məşlaşətləşni deyişdən burun mən tüvəndəki ma təcrübəni, Çaşqanın təcrübəsini misal qalay. Çaşqan təcrübəsində B.F. Skinner yapağan bu təcrübəni. Bu təcrübədə bir çaşqanını qəpəzlik sulab qoyğan. Bu qəpəzin içində məlum bir kunupka var. Kunupkadan birisi var. Bu kunupkani basıla qəpəzin içinə irimçikə düşüdü. Şundan tunji qatim çaşqanni bu qəpəz sulub etgan vaqtda çaşqan har xil harakatlarni qilgan. Yili bu yang usib baqqan, yili bu yang usib baqqan, yili oqi usib baqqan, yili tatlab baqqan, yili chiqirab baqqan. Ammo tasoddifiy mush harakatlarning ichida tasoddifiy shu oldin qo'li kunupkaga tekitib qolganda irimchik chiqqan. Tasoddifiy inkas. Shundan chashqanning mush irimchikni yeb bo'lgandan keyin bu kunupkani 5 qitim sanashib ketgan. Demak u hamda bayatinqi chiqirash, yoki aynaklarga tushish, yoki yalan tatlash harakatlarining hammasi shallanib, to'xtamay kunupkani 5 inkasi kuchayib ketgan. Ya'ni maqsadlik besiq boshlagan. Ondan sonra tunji qatim chashqan kunupkani tasodifiy besib qoldi. Ammo bu tasodifiy harakatda, tasodifiy inkasda u tuyuqsiz so'g'at qilishib qoldi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir suyunchiga kirishib qoldi. Shu suyunchiga kirishgandan tortibla bu boshqa harakatlarni tashlab, to'xtamay kunupka besish harakatini oshirib etdi. Unda esa endi qaysi qonun barliq keldi desa, ifit qonuni yoki unum qonuni, ya'ni odamlar shug'ullanayotgan harakatlarning ichida yoki hayvonlar shug'ullanayotgan harakatlarning ichida ma'lum harakat uningga ma'lum bir tasodifiy harakat, ma'lum bir harakati uningga mukofot berib qolsa, yoki shuningdan huzurlanib qolsa, yoki shuningdan suyunchi kirishib qolsa, mayli odam yoki hayvonning bu harakatni qilish qitim soni ishib ketadi. Masalan bir kalım mo'ridi. Mo'rigandilar uningga alab yoki bidibadiq. Shuningdan bu kalida mo'rash ishib ketish mumkin. Demak u tasoddifiy harakat qilgan bidibadi kuchayib ketdi. Ikkinchi qatimliq mo'rishi tasoddifiy emas, maqsadlik elib berildi. Biz buni nima deymiz desa, biz buni mashg'ulot orqali shartlash deymiz. Shu atamsizlar, ya'ni ma'lumotdan bir ishlarni qilib baqdi, uning ma'lum narsa berdi. Yoki bir odam u yanda sayli qilib ketib bordi. Tuyuqsiz yo'lning ma'lum yerdan 5 qo'y pul tepib qolgan bo'lsa, u balkim oshani 2-3 qatim, ya'ni oyini bitish mumkin. Asli tasoddifiy ketib qolgan, ammo u 5 qo'y ushlab qoldi. Bu vaqtda uning harakati kuchayib ketdi. Demak, ikkinchi qatim uning uyak berishi maqsadlik inkas qilinib ketdi. Shunga ifti qonun degan nima esa, biz qilayotgan harakatlarning ichida, tasodifiy harakatlarning ichida ma'lum biridan biz huzur ep qolsak, o chaqda biz shu harakatni davomlashtirish qitim sonimiz oshadi. Aksiya, ma'lum harakatlarimizdan biz ziyon quchtirsak, yoki bo'lmasa azoblansak, yoki ma'lum bir harakatdan biz ma'lum bir jazo quchtirgan bo'lsak, bu harakatni qilish qitim sonimiz tuvalishi mumkin. Unda esa ballar kuchayli biz. Bir bal uchun unda bo'lsa, bal degan nurg'o'shlarni qiladi, yilani qilib baqidi, yilmani qilib baqidi, yilni qilib baqidi, mishamiz tasodifiy harakatlar. Ammo bala buning ichidagi ma'lum harakatdan suyunchi kirishib qolsa, xushal bo'lib qolsa, bu harakatni to'xtamay qiladi. Unda esa ballarning eng xushal bo'ladigan suyunchi zot nima? U hargizmi qiliqlarga alab yoki chashqanlarga irimchik bo'lmasligi mumkin. Unda esa balining bu qiliqini kuchaytiradigan bekda qilishing kerak. Aman balning bu harakatini kuchaytiradigan suyunchi mukofot zot nima? Ataning diqqati. Ata-ona balining qaysi harakatiga diqqat qilsa, uning shu harakati kuchayib ketadi. Bu mundaq bir qisqarlik holatini yuz berdi. Masalan, mening bir navrakamning bir balasi bor. Bu balasi to'xtamay, tokning deb qo'yamiz. Video chatiliq tok sanjaydigan yaga qo'lini bu tokbaga tiqib oladi menda. Buni tiqqan vaqtlar hamma ota-onalar yuzini uydagilarning hammasi, ota-onasi voy deb uning yoniga berib, uni tillab ketadi. Ammo u to'xtamay bu harakatni qiladi. Tillaydi. Ammo u yanlam qilaverdi. Tillisimi qiladi. U qachonda fursat topsa qo'lini shu tokbayaga sanjib oladi. Unda bo'lsa, bu 2 yoshlik bola, 102 yoshga kirdi. 2 yoshlik bolaning bu harakatini nim kuchaytirib bordi bo'lsa, ota-onaning uningga diqqat og'duganligi uning xushallik beradi.
Chunki uni tillasa, "Ay" desa, uning logika bo'lmaydi, u tushunmaydi. Ammo uni xushal qilayotgan narsa nimasi? Uning ota-onasining uningga diqqat nazari. Shunga ota-ona balining tasoddiq harakatlarining qaysiga diqqat qilsa, u shu harakatni kuchaytiradi. Bu harakatlarning ichida kuchaytirish, ya'ni eng kuchli kuchaytirish nimasi? Ota-onaning uningga bo'lgan e'tibor. Masalan, bir bola naqshsiz usul o'yinda, "Va" deb hamma o'ydikining hammasi uningga diqqatini og'dirib, chavak chag'an bo'lsa, bola to'xtamay bu harakatni qaytlaverdi. Qaytlaverdi. Shunga nurg'un bolalarning keyin jinoyat o'tkazishidagi sabab nima desa, bu bola balkim kichik vaqtida ota-onasining diqqat nazariga to'liq erishamagan vaqtda o jamiyatdagi jamoatning, kishilarning diqqatini tortish uchun yamash qilish mumkin. Shu bolaga "Ay" degan sir ma'lum ishni qilishning sababi nimasi? Chunki "Ay" deganning o'zi amaliyotda ota-onaning uni mukofotlab qo'ygan hisoblanadi. Shunga bolalardagi ba'zi ijobiy harakatlarni bildirganda asli ota-ona oshininga haqiqiy diqqat e'tiborini bildirishi. Ba'zi qiliqsizliklarga diqqat e'tiborini bermaslar, bola darhol to'xtaydi. Masalan, mush bola qo'lini sanjida, agar hech kimning kari bo'lmasa, bu harakatdan tizla chekindi. Nima ish qilsa, suyunchi yo'q. Uningdan oladigan kuchaytirish, ya'ni mukofot bo'lmaganlik uchun. Uni qancha ko'zi kirib olgan sira, qo'lni sağan qancha voy degan sira, balda bayatın dedik, harakati, ash harakati qitim soni kuchayib ketgan. Shunga men bayatimni deb ketdim, bolalarning qaysi harakatini kuchaytmoqchi bo'lsa, ota-ona shu harakatga e'tibor berish kerak. Amaliyot aksi hozir qanday qilsa, nurg'a ota-onalar bolalarning qiliqsizlik ishlarga bek e'tibor berib, odatga yaxshilarga e'tibor bermaydi. Unda qaysi harakat oshidi? Albatta, qiliqsiz ishlari eshib ketadi. Nima ish qilsa, bu yerda bolani kuchaytiradigan, bolaning nima deb qo'ydik? Ma'o xuddi chashqan irimchikni yeb kuchaytirayotgandek, bolaning irimchiki bu yerda nimasi? Ota-onaning e'tibori hisoblandi. Shunga buningga ota-onalar bek diqqat qilmasa bo'lmaydi. Masalan, marisam qaraylik. Bu bola tasoddifiy kulimsirganda dadisi uni quchog'iga oldi. Shundan bu dadisining yoki opasining quchog'iga elishi bola uchun ajoyib yaxshi, suyuncha, xuddi chashqonga irimchik bergandek ish. Dastlab kulimsirishi tasoddifiy. Uningdan bola huzurlandi. Hamda eng oxiri bo'lsa bu bola to'xtamay kuladigan bo'lib oldi. Keyingi kulishlarning hammasi tasoddifiy kulish bo'lsa, tasoddifiy kulish emas, nima bo'lsa maqsadli kulish hisoblanadi. Uning harakati hargizmi tasoddifiy kulib qolganlik hisoblanmaydi. Biz buni nima deymiz? Mashg'ulot shartlash deymiz. Shunga agar bu xil shartlashni ota-onalar to'liq bilib olgan vaqtda, buni nurg'unlagan yaxshi bo'lgan bir xil natijalarni chiqarib bo'ldi. Ham shundaqla bolalarning ba'zi qiliqsiz harakatlarini tabiiy to'sib etkil bo'ldi. Unda biz yig'inchoqladik. Qanday bo'lganda bolalarning qiliqsizligini tuvalatib, yaxshi qilqina shug'ul bo'ldi. Endi otdi. Ya'ni mashg'ulot shartlash orqali bola qiliqsizlik qilgan vaqtda e'tibor bermaslik yoki e'tibor bermagan holat kirib olish. Yaxshi qiliqlarni qilganda bo'lsa, butun oila uning e'tibor berish. Ammo hozirgi oilada dal aksi. Shunga buni qat'iy o'zgartirish kerak. Mana shu vaqtda bizning mashg'ulot shartlash darhol o'zining rolini o'ynaydigan gap. Ondan sonra mashg'ulot shartlashda biz nimani o'tirib qo'ydik desa, tasoddifiy ma'lum harakatni kuchaytirib etgan vaqtda, ya'ni ma'lum suyuncha yoki huzur yoki mukofotlarni kuchaytirib etganda bu harakatning 101 qatim sonini oshirganligini bildik. Unda bo'lsa, o tasoddifiy harakat qilmoqchi. Bizning oshni tasoddifiy harakatga qiyg'izg'imiz bo'lsa, masalan, sirk maydonlarida ba'zi it mushuklarning to'pning ustiga chiqib olib uslo o'ynaganini ko'ramiz. Unda bu harakat qanday shakllangan? Buni hargizmi uni ko'ndagicha saqlab turib, qachanda mushuk ashning ustiga chiqsa, men uni mukofotlayman deb saqlab o'tolmaydi. Yoki biz bunda o'ylaylik, bir qo'yni uslo o'ynatqimiz bo'lsa-chi. Biz hargizmi o'tirib olib, qachanda mush qo'y qo'lni ko'tarib uslo o'ynasa, men uni bidiverman deb saqlab turolmaymiz. Unda qanday qilamiz? Endi biz ba'zi harakatlar odamni tug'um bo'lmagan vaqtda biz uningga yaqin narsalarni shartlash orqali shu harakatni shakllantiramiz. Buni biz odatda shakllantirish deymiz. Ya'ni bevos shu harakat emas. Shu harakatga yaqin harakatlarni to'xtamay kuchaytgan vaqtda suyunchi berish orqali.
Masalan, bir mushukni to'pning ustiga chiqib usul o'ynatqizmoqchi bo'lsak, avval biz to'pni qo'yib qo'yamiz, mushuk to'pni yeniga berganda uningga mushuk yaxshi ko'radigan narsani beramiz. Ondan keyin bag'ansi shu xil taraqqiy qildirib, eng oxirida mushuk andan keyin to'pning ustida o'ynagan vaqtda anindagi uningga mukofot berish so'roq orqali uni shakllantiramiz. Yoki bo'lmasa bir bola kichik bir 2 yoshlik buvoqni sizlar to'nglatqini echib, sut botolkasini akkilish harakatini o'rgatmoqchi bo'lsangiz qanday qilsizlar? Herkes saklap durup, kaçandımmış balam tasaddibi to'nglatqini echib, sut botolkasini akkasa, ondan meni quchoqlab, yoki bo'lmasa uni chavak chelib, uni rag'batlantirman deb o'tirolmaysizlar. Chunki u degan undaq tasaddibi harakatning yuz berishi bek tez to'xtaydi. Unda qanday qilib bu 2 yoshlik balani yoki 3 yoshlik balani chiqib to'nglat onun sut botolkasini yoki bo'lmasa ma'lum narsani akkasini shakllantiramiz. Buning uchun biz ashning yaqin harakatlarni, masalan, avval bala to'nglatqini yeniga borgan bo'lsa, uni chavak chalamiz yoki bo'lmasa uni rag'batlantiramiz. Andan keyin u to'nglatqini tasaddibi etishni, andan keyin ochgandan keyin to'nglatqidagi sutni olishni, demak, borgansiri shu harakatga yaqinlashtirib, andan keyin bu xil harakatlarni shakllantirsak bo'ldi. Bu hamda ko'pincha sirk maydonidagi kundalik ishlarning ko'pincha qo'llanadigan harakatlar hisoblanadi. Masalan, bir balani kitob o'qishga kichik vaqtdan boshlab qandoq masalan shakllantiramiz? Qanday qilib shunday mashg'ulot orqali shakllantiramiz? Birsi, balkim bu bolaga kitoblarni tashlab berish orqali kitobni tutib qolsam, kitob tutgan aman, uning diqqat e'tiborimizni berish yoki uningga mukofotlash orqali kitobni tutganlik uchun huzurlantirishimiz kerak. Shuning bilan bu balda bag'az kitobni tutishga bo'lgan ishtiyoq paydo bo'ldi. Andan keyin u tasaddibi kitob tutgan keyin chuqum echib baqidi. Ochgandan keyin ochqinni rag'batlantirish orqali, andan keyin o'qishni orqali. Demek, mush asta aş hareketga, yani kitap o'qish bütün hareketni saqlab o'tmay, shu hareketga yaqin bo'lgan hareketlarni kuchaytirish orqali yoki bo'lmasa mukofotlash suyunch orqali bu hareketlarni shakllantiramiz. Unda hozir nurg'un o'nlar kallasi mundaq bir tuyg'u paydo bo'ldi. Balkim nurg'un ota-onalarmi mundaq bir o'ylashi mumkin. Unda esa balamizni yaxshini qilsa mukofotlasak ham bo'ldi ekan-ku deyish mumkin. Ama men bu mukofot bo'ldi, biroq buni men tafsiliy tushuntirishim kerak. Qanday mukofotlash, qanday jazolash, qanday vaqtida mukofotlangan ish eng kuchli bo'ldi, qanday eng ojiz bo'ldi, men buni deb ketishim kerak. Birinchidan, men bayatın dedim, bolalarga nisbatan eng cho'ng mukofot kichik vaqtida otaning e'tibori. Yani ota nimaga bolaga qancha e'tibor bersa, shu harakat qo'zg'aladi, kuchayib ketadi, qaysi e'tibor bermasa, shu harakatni ojizlashtiradi. İkinchidan, uningdan cho'ngroq bo'lgan bolalar uchun 4-5 yosh, 6-7 yosh bularmi shundaq. Hamda ba'zida biz bularga mayli pul orqali yoki bo'lmasa ma'lum narsa orqali mukofotlashqimi biz majbur bo'lib qolamiz. Demak, mashg'ulot orqali shartlashni mushun taraqqiyot ostida biz mukofotlash va jazolashni bundaq 4 xil usulga bo'lib o'tamiz. Birinchisi nima degan vaqtda, birinchisi plus mukofotlash. Bir adam pilos mukofotlash degan nimasi, uning berish orqali mukofotlashni biz buni pilos orqali mukofotlash deymiz. Minus orqali mukofotlash degan nimasi, uning yukini elib etish orqali, bir narsani elib etish orqali mukofotlash. Masalan, jinoyatchining qo'ldagi ko'zini elib etgan bo'lsa, uni minus mukofotladik. Ya'ni mukofotlash yukini. Yoki bir kalining ustidagi 5-6 tag'ani elib etgan bo'lsak, u yeniklaydi. Biz buni minus mukofotlash deymiz. Pilos jazolash ise ten cezasını ko'rsatadi. Ten cezası asosiyatdan berish orqali jazolashni biz ten cezası deymiz. Yoki bo'lmasa uningga ma'lum ishni qil, uni qil, buni qil deb yuklash orqali jazolash, pilos jazolash. Minus jazolash bo'lsa, uningdagi bahonasini elib olish orqali. Masalan, bolalarni ma'lum qilib qilgan bo'lsa, sen birga uydan taloq chiqmaysan deb, uning erkinligini, bir kunlik erkinligini elib olish orqali. Yoki ma'lum odam jinoyat o'tkazgan bo'lsa, uning 20 yillik yoki 30 yillik erkinligini elib olish orqali jazolashni biz nima deymiz? Minus jazolash deymiz. Unda olsa buning qaysi eng unumli, qaysi eng unumsiz buning diqqat qilaylik. Biz bir narsani analiz qilaylik, savatdoshlar. Mashg'ulot shartlashning asosliq shu harakatni tasoddifiy qildi-ku bir odam. Kuchaytib bo'lgan narsa nima bo'lsa, ashning erishgan suyunchisi. Unda bu suyunchi erishning 3 xil usuli bo'ldi. Qanday 3 xil usul bo'ldi degan vaqtda, har qitim shu harakatni qilsa suyunchiga erishib qilish. Masalan, bir bola har qitim bir ishni qilsa, uni chavak chaldik, har qitim qilsa chavak chaldik, har qitim. Biz buni odatda uzluksiz mukofotlash usuli deymiz. Uzluksiz mukofotlash degan nimasi? Ma'lum harakat qachon yuz bersa, shu vaqt kuchaytirib, shu vaqtda mukofotlab turish. Bu xil uzluksiz mukofotlash deymiz. Uzluksiz mukofotlashning alohida nimasi?
shu harakatni tez shakllantirishga foydasi bor. Ojizlik nima degan vaqtda uzun davomlashmaydi. Ikkinchisi qarallik mukofotlash. Qarallik mukofotlash degan nima esa, ma'lum harakatni 3 qatim qildi, 3 qatimda bir, yana bir 3 qatimda bir, yana bir 3 qatimda bir. Bu xil mukofotlash usulini yoki bu xil kuchaytirish usulini. Hamda mana B.F. Skinner buni tilga olgan vaqtda kuchaytirish deb olgan. Hamda men sizlarga tushunish bo'lsin, mukofotlash deb oldim. Mana harakatni kuchaytirish. Bu xil qarallik mukofotlashning alohidaligi nima degan vaqtda buning shakllanishi sal asta bo'ladi, oldiga qaraganda. Ammo davomlashi oldiga qaraganda uzunroq bo'ldi. Endi eng oxirdagisi qaralsiz oldi mukofotlash. Ya'ni odam ma'lum harakatni qiladi, qachon mukofotni bilmaydi, ammo mukofotlanib qoladi. Qildi, mukofotlanib qoldi. Qildi, tasoddifiy mukofotlanib qoldi. Ammo mukofotlandi, qachon mukofotni bilmaydi. Bu xil mukofotlashning asosiy alohidaligi nima esa, hatta mangu davomlashi mumkin bu xil harakatlar. Bu harakatlarni yechmak yoki bo'lmasa, bu xil harakatlarni tuzatmak intan qiyin hisoblanadi. Masalan, qimovozni o'ylaylik. Qimoni nima ishlar tashlanmaydi degan vaqtda, chunki qimovoz o'ynagan vaqtda u qachon futdig'ini bilmaydi, ammo futib qoladi. 4 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 2 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 5 qatim futdi, 1 qatim futib qoldi. 1 qatim futdi, yana 1 qatim futib qoldi. Bu xil usullarda shartlanib qolgan, bu xil usulda shakllanib qolgan qiliqni tashlamak intayin tez hisoblanadi. Şuna ballar mukofotlaşda, uni o'zliksiz mukofotlash dastlabida yaxshilik turgan bilan, keyin bu xil mukofotlash darhol aks ta'sir berdi. Masalan, men sizga bir misol ko'rsatsam, bir buvoy bor ekan, bu buvoyning o'zi yolg'iz yashaydi ekan bu buvoy. Bir kun uyda uxlab olsa, tuyuqsiz uyning sirtida 3-4 bola bu buvoyning uyining oldidagi axlat sandiqida tip o'ynaydigan birinchi chiqarib olibdi. Shular buvoy buni talaga chiqib, bu bolalarga munda debdi. Sizlar mushne tipinglar har qatim tepganda har kuni men sizlarga 5 yuan pul beraman degandan bolalar texim qo'shilib ketib, bu axlat sandiqini tipishni o'rganib olibdi. Bu 3 kun davomlashibdi. 3 kun bu boy bular 5 qo'yib beribdi. 4-kuni kelgan vaqtda bu boy chiqib, hozir iqtisodim sal nachar, shuni sizlarga 5 qo'yib bermay, 2 qo'yib berib turay. Tip biringlar degandan bolalar sal xapulabdi buningga. Shunda bo'lsa-mu bo'pti 2 qo'yib olgan ekan, yana tip turildi deb, bu yana bu harakatni davomlashtiribdi. 3-kunchi deganda buvoy chiqib, "Ballalarim, meni qo'lim hozir shunda qisqa pul bermaydigandek turma, xapolmaysizmi axlat sandiqni bekorlik tip bersanglar" degan ekan. Bu balla nima deb biz bekorlik tip ekanmiz deblar, bu axlat sandiqni tip harakatini to'xtatibdi. Demak, ballarni bu xil to'xtamay mukofotlaganda qanday pasif natija kelib chiqadi bo'lsa, ballarning asli qizg'inligi, asli bir narsani yaxshi ko'rdi. Masalan, top o'ynashni asli yaxshi ko'rdi, axlat sandiqni tepishni asli yaxshi ko'rdi. Biroq pulni ko'rgan vaqtda, mukofotning o'zi bu yaxshi ko'rdigan o'yinni xizmatga aylantirib qo'ygan bo'ldi. Shuna bu mukofot azayganda bola buningdan tabiiyla chekinib ketadigan ahvollar shakllandi. Shuna bolalarning ma'lum qizg'inligi nimish mukofot orqali to'lab ketdi-sa, chunki bu mukofotni bergan vaqtda bu bola ishni o'z qizg'inligidan emas, mukofot uchun qildigan bo'lib qoldi. Qachon mukofot to'xtasa, bola shu vaqtda to'xtaydi. Chunki bir ota-onaning bir bolani mangu mukofotlashi o mumkin emas. Shun qanday usulda mukofotlash eng yaxshi etsa, tasoddifiy mukofotlash, qaralsiz mukofotlash, tuyuqsizlar, u umid qilmagan vaqtda, kutmagan vaqtda mukofotlash. Unda qanday xizmatchi o'zining xizmatidan zerikmaydi. Ba'zi xizmatchilar bor. Bularni maoshini jiq berib tutib qololmaydi. Nima ish qilsa, bu har oyda maosh oladi, har oyda mukofotlanib turdi. Bunda vaqtlarda buning harakati darhol zerikishlik ishga kirib qoldi. Qanday xizmatchi o'zining xizmatidan hargiz voz kechib etmaydi desa, shu ishlayotgan jarayonda ma'lum yerdan qo'shimcha kirim kelib qolsa. Qachon kelganini bilmaydi, ammo qo'shimcha kirim kelib qolsa. Yoki ma'lum odam uningga pul sundurib qalaqa oqish deb qo'ymizga berib qolsa, yoki biz qilayotgan tasoddifiy pul kelib qolsa, bu qilayotganini hargiz tashlab etmaydi. Shunga mangulik qiliq shakllantirish uchun biz qaysi xil mukofotlar usulini qo'llanamiz desa, qaralsiz holda, tasoddifiy holda mukofotlanib qolsa, bu xil qiliqning davomli bu shakllanishi sal osti bo'ladi, ammo shakllanib bo'lgandakilar bu uzun davomlashadi, mangu davomlash mumkin. Shunga biz buni qaralsiz mukofotlash deymiz. Ham jazolash, pilot jazolash. Pilot jazolash degan nima esa, pilot jazolash deganimiz biz tan jazosi berish orqali jazolash dedik. Minus jazolashni nima dedik?
uni elib itib turib jazolash dedik. Undasa qaysi unum ko'rsatdi degan vaqtda minus jazolashni endi ozroq tavsiya qilamiz. Amaliyotda bal tarbiyalashda jazolashni qat'iy ishlatmaslik kerak. Bulapmı tan jazosini qat'iy bermas kerak. Biz keyingi taraqqiyot psixikasini so'zlaymiz buni. Ota-onasidan to'xtamay tan jazosi yegan balada bu jazoni keyin cho'ng vaqtida yana sig'inib, yani o'zini jazolaydigan muhit yaratib oladi. Masalan, bir qiz ota-onasidan to'xtamay tayoq yegan bo'lsa, yoki jazolangan bo'lsa, bu keyin yana shu qizni jazolaydigan ma'lum bir er bilan to'y qilib qilish mumkin. Demek tan jazosi yoki bo'lmasa bu tan jazosining o'zi balada ig'ir darajada psixikada nacharlik paydo qildi. Shunga pilos jazolashni qat'iy balalarga ishlatmas kerak. Amat minus jazosini ishlatmas kerak, ammo ba'zi balalarning ba'zi qiliqsizliklarini to'sash uchun minus jazosi ishlatsa bo'ladi. Ya'ni minus jazosi degan nima desa, balkim balni shu kuni o'zi o'ynaydigan, yaxshi ko'rgan narsa o'ynatmaslik. Yoki bo'lmasa mag'arib allar ishlatadigan sen bugun o'ydilam o'tirsa, tala chiqmaysan deb jazolash orqali. Demek tan jazosining sirtida minus orqali jazolashning usuli bir qadar yaxshi. Endi men shundoq bir narsani deb qo'yishim kerakki, bayatınki qaralsiz mukofotlanib qilishning qiliq shakllangan vaqtda bu xil qiliq bek davomlashdi dedik. Unda olsa, hozirgi ota-onalarning eng cho'ng xatolik nima desa, eng cho'ng avarchilik nima desa, balla ularni intayin ma'lum narsani talab qilib yoki so'rab bizar qilib yutadi. Ya ko'miz ko'zi kirib oladi. Bu nereden şekillenib qolgansa, dal balalarning qaralsiz mukofotlanib qolganligidan. Masalan, bir bala apsıga bana aya iştan yoki ma'lum bir narsa appa dedi. Ana yoq dedi. Appa dedi, 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 oxiri bop deb pray dedi. Mushundaq agar bop demen apray deb qolsa, bu balada ana atını yoki anani mushkil qapsilish qitimsani bek chiqib ketadi. U bala kallasida aman bir kun a deydi-go deb o'ylaydi. Xuddi qilmavas, aman bir kun uftiman-go deb bu harakatni davomlashtirib balımı apam man aman bir kun a deydi deb qapsaldiq ahvollar shakllanadi. Shunga balning talab o'tirib qo'yganda ota-ona o'ylanish kerak. Yoq desa, chuqum biroq yoq deyish kerak. Agar adish to'g'ri kelsa, adish kerak. Yoki bo'lmasa uning shart qo'yish orqali ma'lum ishni qilgandan keyin unda mukofotlayman deb tursin bo'ladi, dopamin qo'zg'ab. Ammo yoq debla, tursa deb qolsa, bu bola darhol aman bir kun ota-onasining o'zining aqli muvofiq bo'lmagan, atidan oshgan, chekini oshgan talablarga aman unaydiq deb to'xtamay qapsaldiq ahvollar kelib chiqadi. Shunga bu qanda bu qiliq nereden shakllanib qolgan desa, qaralsiz mukofotlanib qilishdan shakllanib qolgan hisoblanadi. Shunga ota-onalarning mushlarga cho'qim diqqat qilishini umid qilaman. Unda olsa dersimiz müşahede tugaydi. Unda so'raydigan savolinglar bo'lsa, so'rasam bo'ldi. Siz. Muallim klassik shartlanish bilan mashg'ulot shartlanishning farqini deb bergan bo'lsangiz? Klassik shartlanish bilan mashg'ulot shartlanishning farqi to'g'ri. Klassik shartlanishda odam paspala turdi, uning tug'ma inkosidan foydalanamiz. Masalan, qo'rqash inkosi, yaxshi kurash inkosidan foydalanib, ma'lum bir narsani shu bilan birlashtirish orqali, masalan, ishni misol oldik, sho'lga yiqish uning tug'ma hissiyati, u ish turdi, biz uningga go'shtni ko'rsatamiz, ondan qo'ng'iroqni mayada go'sht bilan birlashtirib yutamiz. Bunda hech qanday harakat qilmaydi. Ish faqat turdi, tug'ma inkosi sho'lga yiqish, go'shtni ko'rsatdik, qo'ng'iroq chaldik, eng oxirida go'shtni ilib yutibmi, qo'ng'iroq chalish orqali sho'lga yaqizamiz. Yoki odam qo'rqdi, uni qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, qo'rqatdik, bir narsa ko'rsatdik, keyin qo'rqatmaymi, bir narsa ko'rsatsa, uni qo'rqash shaklida. Klassik shartlanish bir xil tug'ma inkosidan foydalanib, uningda hech qanday bir harakat bo'lmaydi. Am mashg'ulot shartlanish bo'lsa, odam harakat qilib turdi. Ma'lum harakatni tasodifiy qilib soladi. Tasodifiy qilib solgan vaqtda uni yaxshi ko'radigan ma'lum narsani berish orqali yoki uningda bearam tuyg' paydo qilish orqali yo oshiramiz yoki shu qiliqni kamaytiramiz. Shunga mashg'ulot shartlanish qanday narsa desa, odam qilayotgan yoki hayvonlar qilayotgan ma'lum tasodifiy qilib qolgan harakatlarni darhol kuchaytiramiz. Bu ikki o'rtasidagi farq shu. Tushundingizmi? Yaxshi. Yancha so'raydigan savolingiz bormi?
Ha, siz. Ali Malim agarda shu ishqa go'shtni ko'rsatmay turib qo'ng'iroq chilayversak, cho'lga ajralib chiqaveramiz. Masalan, go'sht ko'rsatmay qo'ng'iroq chilayverdik. Go'sht ko'rsatmay qo'ng'iroq chilayversak, bu ma'lum bir mazgil o'tgandan keyin oq yenib ketdi, cho'lga chiqmaydigan bo'lib qoldi. Biz buni extinction deymiz. Extinction degan nima esa latin tili bo'yicha, ya'ni o'chash deb ataldi. Ammo 10 necha qatim ba'midoq u cho'lga chiqmadi. Ammo 10 necha qatimdiki yana go'sht ko'rsatib qo'ysak, yana bu harakat texim kuchayib ketadi. Shunga qaralsiz mukofotlash bu ajoyib uzun mezgilga paylaydigan bir xil qiliq shakllantirish. Masalan, bir balni siz kampit berdingiz, yaxshi yedingiz, kampit berdingiz, yaxshi yedingiz, kampit berdingiz, yaxshi yedingiz, kampit berdingiz, yaxshi yedingiz. Keyin kampit bermay yaxshi balda xushallik paydo bo'ldi. Yaxshi yedsangiz xushallik paydo bo'ldi. Ammo uning uzun mezgil kampit bermay, "Xo, yaxshi devasingiz, uningda bu yaxshidan hech qanday huzurlanmay ahvol shaklida. Shunga ballar mukofotlaganda ota-onalar shuni diqqat qilish kerakki, berib turib yaxshi degan gapni qaytib qo'yish kerak. Berib yaxshi degan qaytib qo'yish kerak. Keyin bermaymi, yaxshi desa, u balada eliq bir narsaga erishgandek tuyg'u qayta qo'zg'alab ketadi. Albatta buni to'xtamay bir umr yaxshi deb qo'ysa bo'lmaydi. Andan qaralsiz holda anakin pat mukofotlab yaxshi deganga qaytib qo'ysa, onun yaxshi degan gapining o'zi uning deliq ma'lum narsaga erishgan vaqtga tuyg'un paydo qila oladi. Siz Alimal musha zahar, aroq degandek bunday xumor qiladigan narsalarni xumor bo'lib qilishim uchun shartlash orqali tushundirgan bo'ladimi? Bo'ldi. Masalan siz aytgan, bu xil zahar buyumlari, xroin, morfin, yoki kokain, nisha qatorliq bu xil buyumlarning o'rtaq aloyiq nimasi odam badanida og'riq sezimini yo'qotish. Masalan bir odam buni iste'mol qilgan vaqtda og'riq sezim, nervi sezimi tuvallab ketadi. Ammo badan qanday qildiysa, badan bunga qarshilik bildirib, og'riq sezimini oshirib turdi. Tushunalmi? Masalan, aqlingiz qilgan. Masalan, tunchi qatim ishtirgan vaqtda bu bola aql dajib ketdi. Ammo ikkinchi qatimchi 3, 4, 5, ya'ni har qatim ishtirgan vaqtda aqlga tirab turib oldi. Nima ish qilsa, odam badani bu kuchga darhol neytrallashtirishga urindigan gap. Agar masalan shartlandi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 qilgan vaqtda 3-chi qatim agar men qo'llanib qo'ymasam bo'lsa, badan tabiiyla, ya'ni aql dajib ketadi. Demak, bu xil narsani iste'mol qilish to'xtagan vaqt bo'lsa, odam badanida og'riq tuyg'usi ishib ketadi. Shunga ularning bo'g'im yoki suyak muskallari og'rishga boshlab boradi. Unda buni shartlashdan qanday munosabat bo'lsa, zahar buyumlarda odamning shartligini yoki bo'lmasa, ash iste'mol narsining sirtida nimaga asosli shartlandi degan vaqtda muhit shartlanib qoldi. Masalan, bo'ldi, siz kirkasangiz bo'ldi, Masalan, bir zahar iste'mol qilgan odam zaharni o'zining shu uyda iste'mol qildi, uni iste'mol qildi, muhitni ko'rdi, iste'mol qildi, muhitni ko'rdi, iste'mol qildi, muhitni ko'rdi. Keyin zahar bo'lmagan vaqtida mush uyga kirib qolsa desa, yana uning deliq oq dojib ketish shartlanib qolganligi uchun u darhol qo'zg'alib ketadigan ahvollar shaklida. Shunga nurg'ulgan zahar chekkanlar garchi zahar tashlash o'rinlarida 3-4 oydan keyin uning dorining ta'siri butunlay yo'qolib ketsa-mu, u yerdan chiqibla o'ziga burun tunish bo'lgan muhit kirgan amanlar yana badandagi og'rish tuyg'usi, oq dojish xuddi shakllangandek, uning yana qayta badan og'rish paydo bo'lgan ahvollar shaklida. Shunga bu xil buyumlarga xuma bo'lib qolganlarni hamda saqoyishga birdan-bir usul nima degan vaqtda shu o'rindan boshqa bir shaharga yoki boshqa yerga ko'chib ketish kerak. U cho'qim o'ziga tunish bo'lgan shu muhit, shu zaharlarni iste'mol qilgan vaqtga do'stlari, ko'rinishlar, anadekana shu daldaraqlardan tortib hech qaysi uning ko'rinmagan vaqtda balkim buningda ozroq tashlash umidi bo'ldi. Albatta bu yangi muhitda cho'qim o ko'ni muhit qaraganda uning xuma holati pasayishga boshlaydi. Masalan, Vyetnam urushida Amerika askarlari Vyetnam borgan vaqtda nurg'un askarlar zahar xuma bo'lib qolgan. Ammo yurtga qaytgan bo'lsa, asosiyatimiz tashib etilgan. Nima ish qilsa, ma'qul muhitda shartlanib qoldi. Muhit kirganda qo'zg'aldi, boshqa muhit kelgan cho'sganda yo'qolib ketgan. Shu nurg'un yoshlarning zahar iste'mol qilib hayotini qurbon bo'lishining ko'pinchisi qanday yerda yuz berdi bo'lsa, o'zi iste'mol qilgan yerdan boshqa bir muhit iste'mol qilib qolgan vaqtda dori miqdori uningga nisbatan ig'ir kelib ham shu yerda hayotining og'rildigan ahvollar shakllandi. Shunga birdan bir umid nima deganda ko'chib ketish. Undas bo'ladi. Bugungi darsimiz mushahada bo'lsin.
Hammangni anglab berganing rahmat. Xo'sh.